Uy sharoitida shunaqa tez va oson tayyorlanadigan shirali bo'lgan o'zgacha uslubdagi tovuq qanotchalarini tayyorlab ko'ramiz. Tovuqning qanotlarini yaxshilab yuvib olib, ortiqcha tirnoq qismini olib tashlab, ikkiga bo'lib olamiz. Bo'lib olgan qanotchalarimizga 15 gram tuz, 5 gram quritilgan chesnok, 20 gram shirin paprikani solib, yaxshilab aralashtirib, 1 sutkaga xolodilnikga qo'yib qo'yamiz. 1 sutka davomida tuzlari tovuqning ichigacha o'tib, pripravalarimiz esa tovuqning oqishga hidlarini yo'qotishga sabab bo'ladi. Tavamizga ozgina yog' solib olib, qizdirib, tovuqlarimizni ikkala tomonda yaxshilab qizarguncha qovurib olamiz. Bu jarayon taxminan 5 minutdan 8 minutgacha davom etadi. Chiroyli bo'lib bir xilda qizarib olgan tovuqlarimizni ko'tarib olib, tavamizni yaxshilab tozalab olamiz. Tavamizga teriyaki hamda Aroid firmasining chili shved souslaridan qo'yib, qizartirib olgan tovuqlarimizni solib, yana qovurishda davom etamiz. Tovuqlarimiz usti shunaqa bir tekisda souslarni o'ziga qoplab olguncha 3-4 minut davomida yaxshilab qovurib olamiz. Qanotchalarimiz ustiga kunjut hamda ko'k piyozni mayda to'g'rab sepib olamiz. Ishlatilgan barcha mahsulotlar video ostida xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.